Xitoy Kanadalik sobiq diplomat Michael Kovring bilan savdogar Michael Sparoning rasmiy qo'lga ilinganligini e'lon qildi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lokang davlat maxfiyatligini o'g'irlashga uringan Kovring bilan Sparoning qo'lga ilinganligini bildirib, har vaqt qonun bo'yicha ish qilyapmiz. Kanadaning Xitoy qonunlari va adliya sistemimizga qarata mas'uliyatsiz bayonotlarda bo'lmasligini umid qilamiz dedi. Bu haqda boshqa ma'lumotlarni bermadi. Xitoy davlat komissari va qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi Turkiya bilan Xitoyning gullanayotgan bozorlar va taraqqiy qilayotgan muhim davlatlar ekanligini bildirib, tuvandagi xalqaro vaziyatda Turkiya bilan Xitoyning strategik moslashtirish, hamkorlik va o'rtaq tonishlarni kuchaytirishi muhim dedi. Turkiya muavin tashqi ishlar ministri Sadat Onal Xitoy ziyoratida Xitoy poytaxti Beyjingga joylashgan Jongnanxaydagi davlat mehmonxonasida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi tomonidan qabul qilindi. Amerikada kontrolligini yo'qotgan bir F-16 tushib ketdi. Eng yangi ma'lumotlarga asoslanganda, Amerikaning Kaliforniya shtatiga tushgan bu F-16ning bir shirkat binosiga so'qilganligi bildirildi. Ushquvchining so'qilishdan burun parashyut orqali sakrganligi va yerga muvaffaqiyatli qo'nganligi xabar qilindi. Amerika armiyasining Eronga qarshi harakatga o'tib, Fars qo'ltig'i rayonidagi harbiy mavjudligini kuchaytirishiga Eron armiyasiga tava kemalarga boshqarilgan bomba o'rnashtirilganligiga doir sunniy hamra rasmlarning sabab bo'lganligi aytildi. New York vaqt gazeti doiralarida naql qilib bergan xabarda Amerika armiyasining Fars qo'ltig'i rayonidagi harbiy mavjudligini kuchaytirishda Eron armiyasiga tava kemalarga boshqarilgan bomba o'rnashtirilganligiga doir sunniy hamra rasmlarning sabab bo'lganligini ilgari surdi. Yana bir tarafdan Kuvayt parlament raisi Al-Ghanim Amerika, Eron va Fars qo'ltig'i davlatlari orasidagi surkizishlar sababli rayonda urush portlash ehtimolligining yuqori ekanligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump yeşil karta siyosatini nishon qilgan layoqatlik asosidagi ko'chmanlik sistemasiga doir taklifning tafsilotini jamoatchilikka oshkorladi. Trump Oqsaroyning bog'chisida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida bu taklifni zamonaviy dunyo qizg'andigan bir sistema deb tanishtirdi. Trump bu sistemaning Amerika ishchilarining manfaatini oldingi o'ringa qo'yadigan bir sistema ekanligini ta'kidlab, kelgusi avlodlarning taraqqiyotiga fursat beradigan bir sistemani hozir yo'lga qo'yishimiz lozim dedi. Germaniya Lilium shirkati 5 kishilik havo taksi aeroplanining tunji qitimliq uchishini e'lon qildi. Ağır taksi dünyadaki tunji tonluq 5 kishilik aeroplan altida 2025 yili havo taksi mulozimati berishga tayyorlanmoqda. Lilium shirkatining qurg'uvchilaridan biri va bosh ijroiya amaldori Daniel Vigan bu haqda bayonot e'lon qilib, tunji yildagidan texnik qisqa bir vaqtda bir aeroplanni loyihaladik va yasab chiqib muvaffaqiyatli uchirdik. Dastlabda tijorat kinishkisi bo'lgan ushquvchilar tarafidan qo'llanilgan bo'lib, keyincha avtomatik ushquvchilar orqali boshqarilganligi bildirildi.